hamjihatlik bor joyda ezgu ishlar bardavom bo'ladi. Assalomu alaykum. Efirda Namangan viloyatining ijtimoiy, siyosiy, madaniy, ma'rifiy hayotiga oid yangiliklar bilan Zamin informatsion dasturi. Studiyada Farangiz G'ofurjonova. Bugungi dasturimizdan o'rin olgan reportaj va lavhalarning qisqacha sharhi bilan tanishing. Hashar birdamlik va ahillik ramzi. Xonadonimiz yana ham charaqlaydi, ko'cha ariqlarimiz toza bo'ladi. Bir mahalla tarixi. Laskidon so'zini asli ma'nosi suv bo'yi degan ma'noni bildiradi. Yollanma qotillik amalga oshdimi? Soatda pulni yetkazamiz. Bo'ldi, tushundim men sizni. Qarang, o'ldirishim tartibi qandoq qilib? Bepul tibbiy yordamlar ko'rsatilmoqdami? Protezlarimiz 35 million deyilgandi. Mana hozir davlatimiz tomonidan bepul o'rnatilyapti. Endi shu va boshqa lavhalarning to'liq tafsilotiga o'tamiz. Ozodalik inson madaniyati va ma'naviyatining ko'zgusi. Toza va obod muhit uchun esa barchamiz birdek javobgarmiz. Mamlakat miqyosida 13-14 mart kunlari ommaviy xayriya hasharlari tashkil etilib, ko'cha va xiyobonlar hamjihatlikda obodonlashtirildi. Unda nuroniylar, yoshlar, turli soha vakillari faol ishtirok etib, yurt obodligiga munosib hissa qo'shdilar. Dastlabki lavhamiz shu haqda. Qadimiy va navqiron ayyom Navro'z hamda bu yil unga hamohang kelgan Ramazon hayiti arafasida Namanganda ham ommaviy xayriya hashari o'tkazildi. Yurt obodligi avvalo mahalladan boshlanadi shiori ostida Davlatobod tumanining Quyurovston mahalla ko'chalari yanada obod etildi. Hashar haqiqatda u qadriyatlarimiz, bizni zamonamizni, bizni bugungi kunda shukronalarimizning eng katta belgilaridan bittasi hisoblanadi. Ilgaridan qadimdan oladigan bo'lsak, bizning ota-bobolarimiz ham har qanaqa katta ishlarga hashar e'lon qilishgan. Mana olaylik o'sha eng katta Farg'ona kanali. Mana bugungi kunda o'sha hasharning davomchisi bugun hamma mahallalarimizda xayriya hasharda qatnashyapti. Xonadonimiz yana ham charaqlaydi, ko'cha ariqlarimiz toza bo'ladi. Bu albatta fayzni yanada bizning xonadonlarimiz boy bo'lishiga olib keladigan niyatdamiz. Mahalla nuroniylari boshchiligida ko'chalar, maktab va bog'cha atrofi, qabristonlar obodonlashtirildi. Ariqlar tozalandi, daraxtlar oqlanib, gul ko'chatlari ekildi. Ehtiyojmand, kam ta'minlangan oilalar holdan xabar olinib, ularga xayriya sovg'alari yetkazildi. Quyurovston mahallasida 6 ta ko'cha bor. Bugungi kunda barcha ko'chalarimizda ommaviy ravishda ko'tarilgan ruhda hashar tashkil etildi. Mana biz turgan xonadonda boquvchisini yo'qotgan fuqaro istiqomat qiladi 3 ta farzandi bilan. Bu fuqaroga homiylik asosida 3 xona uy qurib berilibdi. Bu ham bo'lsa, bu bizni mahalladagi fuqarolar bir-biriga mehr-oqibatligi, sahiyligini dalolati. Milliy qadriyatlarimizni o'zida mujassam etgan ommaviy hashar tadbirlari viloyat miqyosida o'zaro hurmat-ehtirom, ahillik hamda uyushqoqlikda bo'lib o'tdi. Bunday ezgu tashabbuslar nafaqat hududlarni obod qilish, balki jamiyatda birdamlik va hamjihatlik ruhini shakllantirishda ham muhim ahamiyatga ega. Yurtimizda mahallalarni rivojlantirish, aholi uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, mahalla faoliyatini yanada samarali tashkil etish maqsadida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Yangi binolar barpo etilishi, turli tanlov va tashabbuslar yo'lga qo'yilayotgani bu yo'nalishdagi islohotlarning amaliy ifodasi. Xususan, mahallalar o'rtasida o'tkazilayotgan tashabbusli byudjet loyihasida bir necha bor g'oliblikni qo'lga kiritgan Chortoq tumanidagi Laskidon mahallasi ham bu boradagi namunali mahallalardan biri hisoblanadi. Namangan viloyatining Chortoq tumanida joylashgan Laskidon mahallasi 1000 yillik o'tmishga ega qishloqlardan biri. Bu yerdan topilgan sopol idishlar, tosh parchalari bunga dalil bo'la oladi. Bir vaqtlar bir giyoh ko'karmas, suv chiqmas hisoblangan bu joylar hozirgi kunda nega Laskidon deb atalgan? Laskidon so'zini asli ma'nosi suv bo'yi degan ma'noni bildiradi. Bu yer aholisi o'sha ko'chmanchi xalq bo'lganligi, keyinchalik o'sha o'rnashib ketib, bizning qishlog'imizda namgarchilik ko'p bo'lgani uchun, yerlarimiz serhosil, unumdorlik bo'lgani uchun asli don koni degan ma'no keyinchalik qishloq aholisini chevasida Laskidon so'ziga aylanib, shu ma'no kelib chiqqan. Buyuk Ipak yo'lining tarmog'i bo'lgan Andijon, Boytux, Shahand savdo yo'lida Konalg'a vazifasini o'tagan Laskidon qishlog'i bugungi kunda viloyat markazidan 23 km, tuman markazidan 5 km uzoqlikda joylashgan.
Chortoq tumanida joylashgan Laskidon mahallasida ikkita ko'cha mavjud bo'lib, ularda 520 ta xonadon istiqomat qiladi. Shu mahallaning ahilligi birdamligi evaziga mahalla tashabbusli budjet loyihasining 6 ta mavsumda g'oliblikni qo'lga kiritgan. Buning natijasida mahalladagi deyarli barcha muammolar o'z yechimini topgan. Laskidonliklar asosan dehqonchilik va chorvachilik bilan shug'ullanadi. Aholining birdamligi, hamjihatligi sabab asfaltlanmagan ko'chalar, kommunal tarmoqlar bilan bog'liq muammolar hal etilgan. Xudo xolasa zamonaviy tipdagi mahalla binosini barpo qilmoqchimiz. Xullas kalom, siz bu yerga 5-6 yil oldin kelganingizda qishloq ko'chalarimiz loy, maktabga, bog'chaga boradigan bolalarimiz qiynalishardi. Hozir shu aholimizni birdamligi, jipsligi uchun hamma ko'chalarimiz chiroyli ko'chalarga aylandi. Buning ichida shu otaxonlarimiz, onaxonlarimiz, ko'chaboshlarimiz, yoshlarimiz barchani hissalari katta. Tashabbusli budjet loyihasi doirasida 130 o'ringa mo'ljallangan va zamonaviy barcha sharoitlarga ega bolalar bog'chasi, oilaviy poliklinika, sport maydonchalari qurilib, foydalanishga topshirildi. Ayni zamon el-yurtning uyushqoqligi bilan erishilgan yutuqlar natijasida Laskidon viloyatdagi namunali mahallalardan biri sifatida e'tirof etilib, kundan kunga yangicha qiyofa kasb etmoqda. Oila muqaddas qo'rg'on. Uni asrab-avaylash avvalo er-xotinning bir-biriga bo'lgan sadoqati va ishonchiga bog'liq. Afsuski, nafs va xiyonat tufayli ayanchli holatlar ham ba'zan uchrab turadi. Viloyatda ilk bor sodir bo'lgan voqea esa barchani hayratga soldi. Ayol yangi topgan jazmani bilan til biriktirib, shar'iy nikohdagi turmush o'rtog'idan qutulishning jinoiy rejasini tuzadi. Ushbu reja qanday amalga oshirilgani va uning oqibati nima bilan yakun topgani haqida hozirgi lavhada so'z boradi. Bo'ldi, tushundim sizni. Qarang, o'ldirishim tartibi qandoq qilib? Namangan shahar Davlatobod tumanida istiqomat qiluvchi ayol yangi topgan jazmani bilan oldindan jinoiy til biriktirib, shar'iy nikohdagi turmush o'rtog'ining joniga yollanma qotil orqali qasd qilishni reja qilgan. Olingan tezkor ma'lumotga asosan viloyat ichki ishlar boshqarmasi, viloyat prokuraturasi va davlat xavfsizlik xizmati xodimlari bilan hamkorlikda tezkor tadbir tashkil etildi. $6,000 beraman degansiz, $1,000 bergansiz. Hozir mana bundan gaplashmayman. Buyurtmachilar Telegram ijtimoiy tarmog'ida shartli qotil bilan suhbatlashib, jinoyatni amalga oshirishni $6,000 ga baholaydilar. Kelishuvga ko'ra, jabrlanuvchini o'zining Cobalt mashinasida Andijon-Namangan yo'lidagi ovloq joyda o'ldirib, avtomashina yoqib yuborilishi kerak bo'lgan. Tezkor tadbir ishtirokchilari tomonidan jabrlanuvchining o'ldirilganligi aks etgan qotillik jinoyati sahnalashtiriladi. Shundan so'ng shartli qotil ushbu holatni video tasvirga olib, ayol va uning jazmaniga ko'rsatadi. Buyurtmachilar kelishilgan pulning $5,500 ni shartli qotilga berayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Hozirda mazkur holat bo'yicha viloyat prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddasiga asosan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Bosh qomusimizning 24-moddasida yashash huquqi har bir insonning uzviy huquqidir. Inson hayotiga suiqasd qilish eng og'ir jinoyatdir deya qat'iy belgilangan. Shunday ekan, o'zga bir kishining umriga zomin bo'lishni maqsad qilgan kimsalarning vajlarini hech qanday bahona bilan oqlab bo'lmaydi. Zero qonun ustuvor, jinoyatga jazo muqarrar. Ramazon ezgulik va saxovat oyida ehtiyojmand insonlarga ko'mak berish, ayniqsa davolanishga muhtoj fuqarolarni qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xayriya tashabbuslari va davlat tomonidan yaratilayotgan imkoniyatlar tufayli muborak ayyomda ko'plab bemorlar uchun murakkab jarrohlik amaliyotlari amalga oshirilmoqda. Ularning sog'lig'ini tiklash, to'laqonli hayotga qaytishi uchun zaruriy barcha sharoitlar yaratilmoqda. Ramazon mehr muruvvat, ahillik va shukronalik oyi. Muborak ayyom munosabati bilan ehtiyojmand, imkoniyati cheklangan oilalar holidan xabar olinib, ularga moddiy va ma'naviy ko'mak berilmoqda. Qolaversa, respublika ixtisoslashtirilgan travmatologiya va ortopediya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Namangan filialida ijtimoiy reyestrda turadigan bemorlarga bepul tibbiy yordam ko'rsatilmoqda.
Bu bemorimizda oldingi kressimon bog'lamda autotendoplastikasi amaliyoti rejalashtirilgan. Ayni vaqtda shu bemorda tayyorgarlik ko'ryapmiz. Hozirgi vaqtgacha vaqt jamoa fondi orqali 5 ta bemorimizda chanoq son bo'g'imlarini endoprotezlash amaliyoti o'tkazildi. Amaliyotdan keyingi bemorlarimiz holati stabil, o'zlari mustaqil yurmoqda. Ayrim bemorlarimizga uyiga javob berdik. Bugunga qadar 20 dan ziyod hamyurtlarimizda Vaqf xayriya jamoat fondi va Davlat tibbiy sug'urta jamg'armasi mablag'lari hisobidan murakkab jarrohlik amaliyotlari o'tkazildi. Ularning salomatligi to'la yaxshilanishigacha bo'lgan davr uchun zarur barcha yordamlar ham davlat tomonidan moliyalashtirilmoqda. Davolanishga menda umuman imkoniyat bo'lmagan. Hatto kasalxonalarda yotib davolanishga ham. Protezlarimiz 35 million deyilgandi. Mana hozir davlatimiz tomonidan bepul o'rnatilyapti. Endi Vaqt fondidan voucher olib shunga keldim davolanish uchun. Yaxshi o'tdi operatsiyalar. Payla qo'yishda yoqqa. Yurtboshimizga ham rahmat. Mana shunaqa imkoniyatlarni qilib berdilar bizdagi imkoniyat cheklanganlarga. Ramazon oyi yakuniga qadar kam ta'minlangan oila vakillarining 70 nafardan ortig'i shu kabi murakkab jarrohlik amaliyotlarini o'tkazish hamda ularning salomatligini tiklash rejalashtirilgan. Bu esa mamlakatimizda inson qadri har narsadan ustun ekanligining yorqin misolidir. Ma'naviy qadriyatlar, mehr-oqibat va birdamlik g'oyalarini ilgari surish insoniylikning oliy mezoni sanaladi. Muqaddas Ramazon oyi munosabati bilan viloyatimizda turli xayriyat tadbirlari muntazam o'tkazib kelinmoqda. Xususan, Davlatobod tumanidagi Turkiston tantanalar majmuasida ehtiyojmand oila vakillari, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun iftorlik dasturxoni tashkil etildi. Turli bayram va tadbirlar arafasida kam ta'minlangan oilalar, nogironligi bo'lgan shaxslar, bemorlar holidan xabar olish elimizning qadim qadriyatlaridan biri hisoblanadi. Muqaddas Ramazon oyida ham shu kabi ezgulik, saxovat, mehr-muruvvatni targ'ib etuvchi an'analar davom ettirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Ijtimoiy himoya Milliy agentligi Namangan viloyati boshqarmasi hamda hamkor tashkilotlar homiyligida ehtiyojmand oila vakillari uchun iftorlik dasturxonlari tashkil etildi. Davlatobod tumanida ham shunday tadbirlardan biri o'tkazildi. Bunda 300 nafardan ziyod ehtiyojmand aholi qatlam vakillariga iftorlik dasturxoni tashkil etildi homiylar tomonidan. Bu kabi tadbirlardan asosiy maqsad ehtiyojmand aholi vakillarini ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan qo'llab-quvvatlash, ijobiy demak kayfiyatni yanada kengaytirish hisoblanadi. To'kin dasturxon atrofida jam bo'lgan kishilar Ramazon oyining barakasi, yurt tinchligi, mamlakat osoyishtaligiga shukrona keltirib, qo'llarini duoga ochdilar. Ularga berilayotgan imkoniyat, qo'llab-quvvatlov, g'amxo'rlikdan mamnun ekanliklarini ifoda etdilar. Kam ta'minlangan oilalar, nogironligi bor yolg'iz oilalar, ijtimoiy yordamga muhtoj oilalarni Ramazon oyida iftorlikka taklif qilishdi. Bundan katta rahmat. Ramazon oyida prezidentimiz tomonidan yaqinda berib o'tilgan 1 million so'm mukofot puli ham bizga juda katta yordam bo'ldi. Yolg'iz nogiron hisoblanganim uchun assistent belgilangan. Bir haftada 2 marotaba kelib mendan xabar olib ketib, o'yimdagi ishlarni qilib berib ketadi. Bundan tashqari mana doimiy yordamda kelib turadi. Mohi Ramazonda viloyatdagi davlat ta'minotidagi 70 mingga yaqin oila vakillariga 1 million so'mdan, ijtimoiy reyestrning kambag'allik toifasiga kiruvchi hamda mahalla yettiligi tomonidan qo'shimcha ro'yxat asosida tavsiya etilgan fuqarolarga esa 500 ming so'mdan bir martalik yordam pullari tarqatildi. Bundan tashqari, Vaqf xayriya jamoat fondi, Ijtimoiy himoya Milliy agentligi, Sog'liqni saqlash vazirligi hamkorligida davolanishga muhtoj bo'lgan aholi qatlam vakillariga ham sog'lig'ini bepul tiklash amaliyotlari bo'lib o'tmoqda. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan reportaj va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Oldinda ob-havo ma'lumotlari bilan tanishishingiz mumkin. Ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga obuna bo'lib, do'stlaringizga ham ulashishni unutmang. O'zingizni asrang, bizni kuzatishda davom eting. Kelgusi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.